qaysi davlatga bormay birinchi 1 yilda pul jo'natmayman O'zbekistonga. Katta gigant yaratib qo'ydik desam ham bo'ladi. 10 millionga yaqin оборотli kompaniya yaratib qo'yganmiz. Sezonning o'zida bir 20-30 ta trak sotdim. Juda ham zo'r pul ko'tardik-da. O'sha payt bir oy oylik oladigan pulimni bir haftada topib qo'yadigan bo'lib qoldim. Vakansiya shikoyat qilib yashashga hamma sharoit bor Amerikada. Uylangandan keyin uje orqaga yo'l yo'q. Uje biznes qilishga qiynaladi. Hozirda 21 yoshman, bo'ydoqman. Elantrani ham oddiy modelini olyapsiz-ku, polniy paketdan olmaysizmi deb ko'pchilik aytadi. Zo'r mashina haydaganingiz sizga hech qachon foyda olib kelmaydi. Bizga kirgan minusni hisoblaganimizda 100 mingdan oshiq оборотda minusga kirdik. Endi bunaqa savollarga e'tibor bermayman. Oilada 3 ta farzandmiz. Men, akam, opam borlar. Oilamiz yoshlikdan juda ham tinch hayot kechirganmiz. Ota-onamiz katta qilishgan. Uyimiz ham tinch bo'lardi. Birorta qarindoshimizga borsak ham, masalan, qanaqadir konfliktli situatsiya bo'lsa, o'zimizni biz noqulay his qilardik. Chunki bizda har doim tinch bo'lgan uyimizda, Xudoga shukr. Hech kim bir-biriga tonini ko'tarib gapirmasdi. Endi u aka-ukachilik bo'lib turardi o'zimiz oramizda, lekin ota-onamiz bilan hech qachon Sammanga bormaganmiz. Shu o'zim Chilonzorda, Toshkentda katta bo'lganman. Kanikulda Qashqadaryoga kitobga borib kelib yurardik. Men bolalikda ko'proq bobomni eslagan bo'lardim. Bobomni ismlari ham Muhsin. Meni o'zlariga yaqin olibmi bilmadim, mana Muhsin deb ism qo'yganlar. Yaqinda Xudo xohlasa bitta kompaniya ochdik. Amazon akkauntini ochdik. Muhsin Cargo deb nomlaganman, o'sha bobom nomlariga qilib. Shu 2013-yil bir mudhish hodisa bo'lgan oilamizda. Dadam butun borlarini, o'sha оборотlarini tikib, endi mol olib kelgan paytlarida, yanvar oxirlarida yoki fevral boshlarida Abu Sahida bozor yonib ketgan. Bozor yonganda bir 90% mollari yonib ketgan dadamni. O'shandan keyin eslayman, dadam kechasi chiqardilar o'zi bozorga. Ertalablari 3-4 larda ketardilar bozorga. Bu safar nimagadir shu 12-1 larda ketganlar. Shoshilinch telefon bo'ldi. Sal vasтревоженный bo'lib chiqib ketdilar uydan. Birdaniga shu qop-qop analar ko'tarib kelishni boshladilar mollarini. Hamma xavotirda, ayam ham yig'lamsirab, anu qilib, kutib olib, bobomni qaradim, bobom siqilib, sekin chetda o'tirgandilar uyda. Shu voqeadan keyin bir taxminan bir 2-3 hafta o'tib, bobom o'zi qishda biza bilan yashardilar Toshkentda. Lekin nimagadir shu Qashqadaryoga ketkim kelyapti deb aytganlar bizga. O'sha keyin Qashqadaryoga ketganlaridan keyin bir haftadan keyin bobomni berib qo'yganmiz. O'sha momentda qanaqadir o'zimda mentalni o'zgarish his qilganman. Sal ulg'ayib, nima deydi, hayotga sal boshqacha qarashni boshlaganman. Mustaqil hayotimni 2022-yil aprelda boshlangan. O'sha akam bir amallab to'plab hamma pullarini yig'ib meni Koreyaga jo'natganlar. Koreyaga borganimda 17 yosh bola bo'lib turib, bir amallab harakat qilganman ularga bir tushuntirishga. O'sha vokzallarga men Tejon degan shaharga borganman. O'z yo'lga qo'nganimdan keyin Tejongacha qanaqadir poyezd olish kerak bo'lgan. Poyezd tiketni ham bir periodchik bilan bir balo qilib tushuntirib yetib olganman. Keyin u yerda qo'nganimda qarasam, lekin u yerda juda ham ko'p o'zbeklar bo'lgan. Sardor aka degan bitta akamiz ishtob bergan menga. O'sha yerda Koreyada 3-kunimda mustaqil hayotim boshlangan, chunki akam berib yuborgan $500 men 2 kunda tugatib qo'yganman. Koreyada birinchi borganman, $140 общежитиеga to'laganman. Общежитиеga to'lagandan keyin
birinchi chiqqan magazinimdan kirib adyal bilan yostiq olganman. Ular xohlagan narxida sotadigan bo'lgan ekan, men bilmaganman endi. Borib bir $250 ga adyal bilan yostiq olganman. Shu bilan oziq-ovqat olganman, $500 qolmagan 3 kunda. Mani pulim yo'q. Uydan najot so'rash, bir yordam so'rash qanaqadir umid bo'lmagan. Amerikaga boshida o'zi shu 15 yoshlarimda tayyorlanishni boshlaganman. IELTSga tayyorlanib yurganimda, SAT IELTSga. O'rtog'im bo'lardi, Jamshid bilan Voris, sinfdoshlarim. Ular bilan shu kutubxonaga borib, maktabdan keyin to'liq shug'ullanardik kechgacha, 6-7 gacha qilib. O'sha paytda Stanfordlarga qanaqa topshirsak bo'ladi, Garvardga qanaqa topshirsak bo'ladi deb bir orzu qilib harakat qilganmiz, lekin qaraganmizki, ular bizga berayotgan scholarship bilan ham biz yeta olmaymiz Amerikada. Keyin qaror qilganman, men shu qurbim yetadigan davlat qaysi? Shu bo'limini Koreyaga bir qilib kuchansak pulimiz yetar ekan, o'shanga Koreyaga qilib ketib olganman. Koreyada 2 yil o'tdi. 2 yil o'tgandan keyin men hammasini tashlab O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganman. Dekanatga xat yozganman. Men O'zbekistonga ketmoqchiman, shu joyda o'qishni to'xtataman deb. O'zbekistonga qaytib biznes qilmoqchi bo'lganman. Qaraganman, o'qishdan foyda ko'rmaganman men. Yo yaxshi darajadagi o'qish bo'lmagan sababli yoki bilmadim. Balki o'qish men uchun emasdir deb o'ylaganman-da o'sha payt. Yozganman. Yozganimdan keyin menga bir haftadan keyin o'sha birga tayyorlanib yurgan Jamshid o'rtog'im yozgan. O'rtog'imga topshirdim, o'qishga kirdim. Menga zo'r scholarship berdi. 4000 bilan yeta olsak bo'lar ekan deb aytgan menga. Men yana qiziqib, hamma dokumentim tayyor edi. 3 yil oldin tayyorlangan dokumentlarimni prosta yig'ib turib, fayl qilib topshirib yubordim. Menga ham 2 kunda o'qishga kirding 75% grant bilan deb olib keldi. Acceptance letter keldi-da. Indoneziyada, Jakartada viza beryapti deb eshitganmiz. Keyin hamma o'shga appointment olganmiz. Indoneziyada o'sha ketishimizga 2 kun qolganda biz vizaga kirishimiz kerak edi. Keyin men kirganimda konsul 3-4 ta savol berdi-da, keyin 2 kundan keyin olasan, pasport tashab ket dedi menga. Men tashladim-da, qanaqadir his qilishni bilmadim, chunki men xursand bo'lishni bilmasdim. O'zbekistonga ketmoqchi edim, chunki qanaqadir g'alati bo'lib qoldi odam. Bir baqirib xursandchilik bilan chiqmadim-da. Chiqdim, kutib turdim, qani o'rtog'imniki nima bo'lar ekan deb perjivat qilib turdim. Jamshid sal xafa bo'lib chiqdi. Unga viza berishmadi-da, eng qizig'i. Koreyaga qaytganman, O'zbekistonga bormasdan Amerikaga uchib kelganman. Nyu-Yorkka qo'nganman, Nyu-Yorkka kirib, keyin u yoqdan men Springfield, Missuriga borishim kerak bo'lgan. Reys bo'lmaganiga, keyin men bas tanlaganman. Springfieldga uchib qo'nganimdan keyin, men basda chiqqanimda Amerikadan shunaqa ketkim kelib ketgan. Birinchi basga chiqqanim o'zida Amerikadan kelib ketkim kelgan. Endi chakib olgan, ichib olgan odamlar to'la edi-da avtobusda. Men bilmaganman, shu avtobusda Amerikaning quyi qatlam odamlari yurishini bilmaganman. Chunki Koreyada juda ham zo'r qo'yilgan edi. Men o'ylaganman, shu Amerikada ham shunaqa deb o'ylaganman. Kirsam hamma o'sha narkomanlar hamma o'shitdi, xullas. Avtobusda qo'rqib sumkamni quchoqlab olganman. Sumkamda o'zi bitta noutbukim, pasportim, telefonim и $1000 pulim bor edi. Boshqa pulim yo'q edi. O'shani quchoqlab uxlamasdan kelganman. O'zi 28 soat uchgan bo'lsam, shu uyqum kelib turibdi, o'zim majburlab shu uxlab qolma deb yetib olganman. Springfieldga o'sha o'zbek bola kutib olish kerak bo'lgan. U yoqda o'zi ikkita o'zbek bo'lgan. Men 3-chi bo'lib borayotgan bo'lganman. Tushganimda u bola uxlab qolgan. U bola telefon ko'tarmayapti. Xullas, adresini ham to'liq bilmayman. Uysiz odamni oldiga borib turib, Wi-Fi yoqib tur deganman, iltimos deganman. Wi-Fi internet bo'lmagan-da menda. SIM karta olmaganman. Wi-Fi-ni yoqib turgan, uysiz odam menga u bilan yaqin 15 kilometr radiusdagi mapni skachat qo'yganman. U bola o'zbekistonlik bola menga bir hafta oldin uyini adresini tashlagan bo'lgan. O'sha skachat qilib olib, peshkom yurib yetib olganman. Bir yarim soatmi 40 minut peshkom yurganman bus stationdan u bolaning uyigacha. Men Chimadan bilan kechasi 3 da sudrab oldiga, bundoq uy oldiga borsam, ana bola meni ko'rib qo'rqib ketdi-da, hamma. Ko'zdan ko'rindi. Ikkitasi kirib ketdi-da, reski bittasi bo'ldi, mayli deb xayrlashib ketyapti. Keyin qarasam, bitta yuzi issiqroq bola bor ekan, u bilsam keyin turkman bola ekan. Yordam bera olaysanmi? Mana shu yerda o'zbeklar yashamaydimi desam, o'zbek yashaydi dedi. Ismi kim dedi. Keyin shunaqa desam, ha, men bitta yashaydi deb tepaga chiqib, uyini taqillatganda ham ochmagan o'zi. Keyin oynasini ochib turib, boshini tiqib, chaqirib, "Ey, men bu vatandoshing keldi, ana o'qib kutib olaring" degan. U bola ham uyqusirab chiqib turib, eshikni ochib,
Shundoq qo'limga to'nlab berganda mana men uxlab turdim, ertalab gaplashamiz deb kirib yana darsga uxlagan. Amerikada birinchi qilgan ishim bu sushi qilish bo'lgan. Borganimda o'zbek bolalar o'zi ofitsiant bo'lib ishlayotgan bo'lganda, menga oshxonada ish taklif qilishgan. Boshqa variantim ham bo'lmagan o'zi. Adashmasam shu 30 kun bo'lsa 27 kunlik ishlaganman. U menga lekin nima deydi, xo'rlanib ketganman aytsam bo'ladi, chunki Koreyadan kam oylik bergan. $7 ishlaganman. Bir oy ishlaganimdan keyin menga $2700 oylikli chiqqan. $2700 oylikni olib turib, biz Chikagoga kelganmiz. O'sha tanishlarim Chikagoda bor edi, bitta-ikkita sinfdoshlarim. Chikagoga chaqirishgan, gaplashganmiz, nima ko'chib kelsam bo'ladi Chikagoga, afzalliklarini aytgan ular. O'sha $2700 hammasiga men 2004-yil o'zim tengi mashina sotib olganman. Keyin u mashina bilan men dostavka qildim, orada 3 hafta dostavka qilganimdan keyin bir tanishim chaqirdi, trak kompaniyada ish bor dedi. Men nima ishligini ham so'rab o'tirmadim, sразу yugurdim, bordim. O'sha zapchast bo'yicha zapchast tashib yurishga ustaxona edi. Nima bo'ldi? U ustaxonaga ishga kirganimdan keyin bir 2 hafta ichida ularning ikkita menejer ishdan ketib qoldi. Qaradim, shans bor. Boshliq oldiga borib, "Davay, men o'zimni bo'ynimga olaman. Mana shu обязанностьlarini, mana shu menejerlik qilgan ishlarni men ozgina vaqt bersangiz, 1-2 oy vaqt bersangiz, o'rganib, o'zim bemalol boshqara olaman" dedim. Juda ham tez ko'tarilganman, chunki ko'rganman, shans bor, tez kirganman, o'xshagan. Undan keyin ularning qo'lida 1,5 yilcha ishladim, 2 yilga yaqin menimcha. Shundan keyin qaradim, o'sish bo'lmayapti bu kompaniyada. Meni o'zim bilgan potensialimni ko'rsatolmayapman to'liq. Qanaqadir o'sha birov qo'liga ishlaganim sabablimi bilmadim, qanaqadir bloklar bor. To'lqin degan bizning hamkasbimiz bor edi. U ham pishib qolgan ekan. Shu ishdan ketaman deb u solmay yurgan ekan, pishib qolgan ekan. To'lqindan ketamiz dedim. Men birinchi chiqib ketdim, To'lqin bir 2 oylardan keyin ishdan chiqib ketdi. Shu bilan biz yanvarlarda $40,000 yordam bilan o'sha boshiga $8,000 ga adashmasam MC sotib oldik. U taqir-tuqir dokumentatsiyasi bilan bir 12,000 bilan bitta kompaniya sotib olganmiz. Qolganiga bir dona trak sotib oldik auksiondan. O'shan bilan kompaniyamizni boshlaganmiz. Xullas, ishdan chiqishga boshida qo'rqqanman juda ham, chunki yaxshi pul olardim, men yopolayman, men qoplayman hamma narsani deb katta обязанностьlar olganman. Qo'rqdimda, lekin dadam bilan gaplashganimda, dadam "Eplolaysanmi?" dedilar. "Ko'zim yetadi, dada" dedim, "Chiqib ketsam ham eplayman" dedim. Dadam "Gaziga bosur, men baribir hozir yoningda emasman, bilmayman seni holatingni. Sen o'zing hozir bizdan ko'ra yaxshiroq bilasan. Biz bilan maslahatlashganingning foydasi yo'q. Qilaman desang, bos, ko'zing yetsa" dedilar. Shu bilan ishdan chiqdimda, chiqqanimdan keyin bir qiziq holat bo'ldi. Rizq Allohdan deganiga mana shu joyga 100% amin bo'ldim. Auksionda traklar narxi tushib ketib qoldi birdaniga. Qaradim, bir 20 mingga tushib ketdi. O'sha payti 2020-yil trak bir 490 ming urganlarini bir 27 ming, 28 mingga olib berdim. Birdaniga tanishlarimga yozdim, hozir kompaniya bo'lib yurgan tanishlarimga yozdim. Sezonning o'zida bir 20-30 ta trak sotdim. Juda ham zo'r pul ko'tardi-da. O'sha payt bir nima deydi, 1 oy oylik oladigan pulimni 1 haftada topib qo'yadigan bo'lib qoldim. Bir orada keyin bir kishining oldiga dispetch o'rganishga bordim. Ismlari Jahongir aka, Azimov. Qishda o'tirdik, ularga ham auksion o'rgatdim. Yoshirmasdim hech qachon. Masalan, bir kishi kelib turib, menga auksion o'rgat desa, "Meni bozorimni olib qo'yasan", unaqa demasdim. Jahongir akaga ko'rsatdim qanaqa o'ynash kerakligini, hamma narsani. Bir Jahongir aka bilan sal yaqin bo'lib qoldik-da, choy ichib o'tirdik. Akalari kelib qoldilar, Begisdagi. Jahongir aka shu meni tanishtirdilar. Taklif keldi, ustaxona ochib ko'raylik deydi. Ustaxona yurg'izib ko'rganman, lekin u klientga servis qiladigan ustaxona bo'lmagan. Shu bilan ustaxona ochdik. Hozirda o'sha ustaxonaga ham yaqinda 1 yil bo'lib qoladi, 1-2-3 oyda. Hammasi zo'r boshlandi. Shu bir mayladan yozlarga yaqin biz
yangi ishimizda, shu ustaxonamizda muammoni payqadik. Shu o'zimiznikilarning munosabati qarzlarga bo'lgan. Endi biza shu yoshlikdan o'rgatilgan qarzing bo'lsa, bor pulingni berish kerak. Masalan, o'zini pulini odam bir nima desam ekan, juda ham xunuk qaralganda. Men o'ylamagandim, o'zimizda masalan o'zbeklar mana shunaqa tuzatib, keyin bo'ldi men haftasiga mana shunchadan tashlab turaman deb turib, shu bilan yo'qolib ketib, nomerlarni o'zgartirib, javob bermay. Endi boshlagan biznesmen bo'lganim uchun menimcha bilmaganman. Endi bu yog'iga xudo xohlasa hushyorroq bo'lamiz. Men xohlardimki, hali yomonlik ko'rmadim hech kimdan chet elda. Lekin mana shu finansga bo'lgan bizani layoqatsizligimizni qoralagan bo'lardim o'zbeklar orasida. Men bular yaxshi topyapti-yu, bularga hech nima qilmaydi deb turib, ko'pchilik nima deydi, o'zini juda ham yumshoq munosabatda ko'rsatadi bu narsaga. 10 ming bo'ladimi, $1000 bo'ladimi, bu kimnidir o'sha oyligi, shu qaysidir mexanik oilasini boqadi. Uni orqasidan aytaylik bitta ustaxonaning orqasidan bir 100 kishi oila boqadi-da. Lekin u yoqda hech kim ko'rmaydiki, uni xarajatlarini ko'rmaydi. U masalan ketgan mehnatni ko'rmaydi. Hamma o'ylaydiki, bu yaxshi topyapti, bunga bo'laveradi, kutib turadi yoki bermasam ham bo'ladi deganlar ham ko'p. Hozirda o'sha biza bilmagan holda deylikmi, bilmadim, shu Xudoyimizdan rizqimizni beribdi. Bitta katta gigant yaratib qo'ydik desam ham bo'ladi. 10 millionga yaqin оборотli kompaniya yaratib qo'yganmiz va qanaqadir xato qilsak, bu bizaga $100 minglab dollarga tushadigan bo'lib qolgan. Yaqinda shu kompaniyamizni emailini kimdir Polshadan hack qilibdi-da, hack qilib turib, yuk o'g'irlab chiqib ketdi. Bizga broker telefon qilib, mana shunaqa yuk bo'yicha update bermayapsizlar, 2 kun bo'ldi dedi. Biz emailimizni tekshirsak, unaqa yuk yo'q. Shunaqa bo'ldiki, u o'sha brokerlar portaliga bizga ariza topshirgan va biz bilan bir 95% broker ishlamadi. Yuk olishda 2 hafta juda ham qiynaldik. Оборотda bizga kirgan minusni hisoblaganimizda 100 mingdan oshiqcha оборотda minusga kirdik. O'sha paytda haqiqatan nima biznes boshlab qo'yganimizni birinchi marta his qildim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, chunki undan oldin ko'z tegmasin hech qanaqa muammo bo'lmayotdi. Endi birinchi marta mana shunaqa katta muammo ko'rdik. O'shan bilan parallelni hozir o'sha mijozlarimizni ham nima deydi, o'sha layoqatsizligi u ham bir bizga bosim bo'lib, hozir mana bunaqa bo'lib kelayotgan o'sha qiyin vaziyatda bizga bu narsa bir nima deydi, bir fundament, bizga bir yordam bo'lish o'rniga bizga naborot u narsa ham bosim bo'ldi qo'shimcha. Shu mijozlarimizni sal layoqatli bo'lib, to'lovlarni vaqtida qilishni iltimos qilib qolardik. Mavzu shu yoshingizda riskovat qilib kelyapsiz, yutyapsiz. Lekin oilangiz uchun bo'lganda, shu ayolingiz, farzandlaringiz nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda shunaqa riskovat qilasizmi yo ozgina o'zingiz tutasizmi bu yerda? Hozir qanaqa ish qilib kelgan bo'lsam, men fikrim o'ylaymanki, shunaqa ish qilib ketaveraman. O'zi noldan chiqqanman, men qo'rqmayman, yo'qotib yana bir harakat qilib ko'rishga qo'rqmayman. Xudo berdi, Xudo oladi. Bilmaymiz, ertaga olib qo'yishi mumkin. Hozir ham ayolimdan ulug'roq zotli ota-onam bordi masalan. Ularni podдержка qilaman hozir. Undan ham qo'rqaman masalan. Qo'rqish degani u narsani qilmaslik kerak degani emas. Lekin men dadamdan ko'rganimda ham, dadamning pullari ham har doim оборотda yurgan. Dadam har doim babang yurib shunaqa ish qilganlar-da. Endi chetdan ko'rganimizda ishlarni ichidan bilmayman, to'g'ri. Lekin otam ham masalan qo'llari ochiq inson. O'shaning uchun men o'ylayman, bunaqa narsa menda o'zgarmasa kerak deb o'ylayman oila qurganimdan keyin ham. Hozirda 21 yoshman, bo'ydoqman. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zimizni shu o'zbeklar orasida qiz qidirishga harakat qilib ko'rdim. Bilmadim nimaga, bizani shu green kartamiz bo'lmaganligi sababmi, lekin nima sabab? Ota-onalari hali yoshi yetgan qizlarni ham o'qish kerak deb отказ berib yuboradi. Uchrashuvga chiqqaningizda ham qizlarning standarti juda ham baland bo'lib ketgan. Menimcha bu shu Instagram sabab bo'lsa kerak. Yaxshi qizlar ham kam emas menimcha.
shu yaxshi qiz mahallasidan arimaydi degan gap bor o'zimizda. Menimcha shu gap to'g'ri. Shu yon atrofidagilarga uzatilinib ketadi. Menga ko'pchilik aytadi o'zi, aka, Elantra ham haydaydimi yoki Elantrani ham oddiy modelini olyapsiz-ku, polniy paketini olmaysizmi deb ko'pchilik aytadi. Lekin endi bunaqa savollarga e'tibor bermayman. Amerikada juda ham bu narsaga o'zi pulingiz bo'lsa bo'lmasa sharoit zo'r. Masalan, BMW bo'ladimi, Mercedes bo'ladimi, shu oxirgi modellarini olib chiqib haydashingiz imkoniyati bor. Lekin bu pullarni to'g'ri yo'lga sarflashni to'g'ri deb bilaman. Biznesimni rivojlantirishga, ota-onamni masalan biror joyga jo'natsam ham o'sha mashinani minganimdan ko'ra afzal deb bilaman. Endi sizni yoshingizda hali ko'p kishi shu qanaqa qo'pol bo'lib tuyuladi, kayfu savolga berilib qolganda. Sizni durustida aytiladi, shu sablazmdan uzoq yurasizda siz. Faqat shu ish. Nima motivatsiya, nima u sizga, menimcha o'ylayman, shu boshdan shunaqa tarbiya berilganmi? Savolim, sizni shu nima ushlaydi? Birinchisi menimcha tarbiya, fundament. Tarbiyasiz iloji yo'q. Masalan, ota-ona qancha to'g'ri tarbiya bersa, u bolani tergamasangiz ham u noto'g'ri yo'lga kirib ketmaydi. Masalan, men ota-onam ham hech qachon qayerga boryapsan, nima qilyapsan, nimaga kechiribsan, umuman kontrol qilishmaydi. Ikkinchidan, endi o'zimni chet elda yurib nimaga shu narsalarga kirmaganimni sababi bizada ham sablazm bo'lgan. Hozir masalan davrimiz borida bir mazza qilib olaylik degan narsa ham bo'ladi. Masalan, miyada bir keladi. To'g'ri, kelib qoladi. No, u narsadan baribir ko'zimizga shu mandaqa bolalar ham ko'p, yo'q emas. Ota-ona keladi-da. Ota-onangiz hozir meni ota-onam hali ham ishlashadi, akam ham hali ham ishlaydilar. Ular endi u yoqda O'zbekistonda sal pul topish qiyinroq masalanda. Amerikadaqa u yoqda bu yoqqa sotib, u yoqda bu yoqqa ursangiz, masalan 2-3 barobar bo'lib ketib qolmaydi. Sal qiyinroq u yoqda pul topish. Ular mehnat qilib, ter to'kib o'sha sizga umid qilyapti masalan. Siz ularning umidini pushga chiqarishingiz juda ham xato deb o'ylayman. Payt dadam ham telefon qilib qoladilar kechasi. O'zlari telefon qilganlarida o'g'lim, senga ishonaman, oilamiz senga ishonadi, uyaltirmagin, yaxshi ketyapsan deb aniq qilib aytib qo'yadilar o'zlari. O'shaning uchun ularni nima deydi, uyaltirish u insoniylikdan bo'lmaydi. Hozir menga shunaqa fikr kelyaptiki, что bolani, farzandni uncha qattiq kontrol qilmasa ham bo'lar ekan, yomon yo'lga kirib qolmaydi. Masalan, endi shuncha paytdan beri shunaqa gaplarni eshitganda men bolalarni kontrol qilish kerak. Bolalarni atrofidagi o'rtoqlari uni ayintadi, yomon yo'lga chorlaydi. Lekin sizni ko'raman, sizga uncha kontrol yo'q-da. Kontrol yo'q-da. Yo'q, unday narsa yo'q. Masalan, u yosh bola kopiya qiladi-da. Ota-onasini kopiya qiladi. Kopiya qiladi deganda, masalan, meni ota-onam yoshligimdan bir marta ham qo'l ko'tarmagan. Dadam ham, onam ham, ayam ham menga hech qachon urib, so'kib, dadam futboldan qaytayotguncha urishadilar, to'g'ri? Yaxshi o'ynamaganim uchun, lekin nima desam, bir tarbiya vaziyatidan yo unaqa narsadan bir so'kib qattiq qo'llik qilmaganlar. Dadamdan har doim qo'rqamiz, lekin hozir ham qo'rqaman. U bir baquvvat bo'lib ketsam ham qo'rqsam ham kerak, uni albatta rol o'ynamaydi. Masalan, ayam ham har doim yaxshi narsani o'zlari ko'rsatganlar. Masalan, ehson bo'ladi, nima bo'ladi. O'sha narsani biz ko'rib katta bo'lganmiz-da. Uni aytish shart emas, uni urib so'kish shart emas-da. Balani, o'sha men fikrim shunaqa. Chunki men ota-onam ham shunaqa, masalan, hozir ham chet elga bemalol 17 yoshimda qo'yib yuborishgan, ishonishadi. O'zlarining tarbiyasiga o'zi ishonadi. Yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha darajaga yetgansiz. Haligacha ham gazni bosib kelyapsiz. Qanday, qayerdan bunaqa motivatsiya? Sizga ustoz bormi? Ustozlarimiz ko'p. O'zimizni hozirgi sohani o'rgatgan va bizga hozirda yanada o'sishimizga yordam berib, o'sha o'zimiz sohamizni yana chuqurroq o'rgatib bergan ustozlar ko'p. Endi bu narsalarga erishishni avvalo Alloh beradi. Taqdir qilib yozgan. Kimgadir erta, kimgadir keyin beradi. Undan ham
aytadiganim bo'lsa, agar mani omadli odamman deb o'ylayman. Qanaqadir o'zimni skillim yo iqtidorim emas. Men juda ham omadliman deb o'ylayman. Chunki menga boshida yordam bergan ota-onam, menga boshida oxirigacha turib bergan akam, o'sha meni birinchi chet elga chiqarib yuborishlarini o'zi ular uchun katta jangdek bo'lgan deb o'ylayman. Ular o'sha meni chet elga chiqarishga ancha harakat qilib chiqarishgan. U yog'ini shu Xudoyim o'zi chapga solib, qilib nima deydi, qing'ir yo'llarga yurib ketmadik. Shu to'g'ri yo'llar bilan yaxshi ustozlar ko'rib, bu ham omad, masalan, qaysidir ma'noda o'sha taqdir har doim yaxshi ustozlarning qo'lida bo'lib, yaxshi odamlar bilan ishladik. O'sha chet elda bo'lganda ham shunaqa deb o'ylayman, shu omaddir. Bunaqa deyishadi-yu, erkak kishiga 3 marta mol davlat beriladi. Endi qanchalik to'g'ri bilmayman bu gap. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizga уже nechinchi marta, birinchisimi keysiz? Birinchisi ota-onam deb o'ylayman. Oddiy misol bir o'sha hayotdan bir parcha deydi-yu. Dadam har yoz maktab kanikul paytimizda qaysidir joylarga ishga berardilar. Bolam qani ishlab o'qisin, pulni qadrini sezsin deb. Bir novvoylikka, bir oshxonaga, bir parkka ishlaganman. Shu parkda ishlab yurgan paytimda kukuruza sotardik. Kukuruza sotib, qo'limda endi hamma pul tushardi-da. Kassani oxirida, kunning oxirida qilardik kassani. Bir kun endi sal shayton bo'ldimi, bir 10 mingmi, 15 ming oldim kassadan. Xullas olib berdim. Ammo bilmadi u odam. Uyga keldim, uyga kelganimdan keyin dadam oldimga chaqirib turib, o'g'lim, mana bunaqa ishlayapsan. Keyinchalik ham ko'p hali qo'lingga pul tushadi, birovning haqqi tushadi. Birovning haqqi tushgan payti uni haqqini yeb qo'ymagin, harom yemagin sen. Hammasini to'liq bergin. To'liq beryapsan dedilar, endi o'sha payt qo'rqib dadamdan, "Ha dada, nima qilganim yo'q" deb turib, keyin u yoqlarga olmaganmiz. Ikkinchi shu birinchi omadim ham onam ham ancha bizga yaxshi tarbiya berganlar, boshidan zo'r o'qitganlar. Onam o'zlari o'qituvchilar maktabda. Bizga har doim eng zo'r o'sha ta'limni berishga harakat qiladilar. Nech pul ketmasin, nima bo'lmasin, hech kimdan kam bo'lmasin o'g'lim deb har doim eng zo'r ustozlarga bizani o'sha repetitorlik deydimi, shunaqa qilib berib kelganlar har doim. Ikkinchi omadim meni akam deb o'ylayman. Koreyaga ketish oldi o'zlari undan oldin ham oilaga ancha mustahkam nima deydi, bir devor bo'lib berganlar, hamma suyanadigan. Men Koreyaga ketishim uchun akam shu ikkita ishda ishlab, birinchi shu kontraktimni to'lab berganlar, 4 ming qanchani. U payt o'zimizda ancha pul tanqis edi, qo'limga ham pul berib, har doim akam menga podдержка qilib turganlar. O'shaning uchun hozir ham men akamga borim berishga tayyorman. Masalan, tiyinigacha agar o'sha so'ralsa, masalan, hammasini beraveraman akam. Samuray deydi-yu, missiya. Missiyam masalan atrofimni, oilamni avvalo, keyin masalan keyinchalik o'sha qo'shni bo'lsin, keyin masalan o'sha O'zbekistonimizga bir yordam qilishda, u men o'zim uchun hozir ham tugatsam, o'zim uchun menimcha yetsa kerak-da. Tushunyapsizmi? O'zimga уже ko'rib bo'lganimni ko'rib bo'ldim. Bir bundan ortiq davlat ko'rdim. Hozir ham masalan borib xohlagan kiyimimni, xohlagan paytim, xohlagan texnikamni, xohlagan paytim ola olaman-da, qurbim yetadi. Lekin u narsa meni to'xtatmaydi, chunki meni qarindoshim bor, uyi yo'q. Meni qarindoshim bor, rak bilan kasal. U degani men to'xtab qolishim kerak degani emasda. O'shaning uchun odamni, erkak kishini vazifasi bitta o'zini, masalan, kichkina oilasini emas. O'ylayman, shu katta oilasi bor uni. O'sha katta oilasini qurbi yetadimi, dakansa podдержка qilib, boqib, kerak bo'lsa yetmaydigan joyiga qo'shib, aniq qilib maksimal podдержка berib turish kerak deb o'ylayman. Ha, sizda bo'lmasam shunaqa maqsadki, Alloh menga ber, men shu qarindoshimga, qo'shnimga, hammaga yordam beray. Har doim Sizning ichidagi niyatingiz shunaqa. Qurbim yetadi, hozir borib masalan BMW, uga masalan olib chiqib, bu yerda hammani qurbi yetadi Amerikada. Paymentda bo'lsa masalan, mesni tashlab qo'yaman, bo'ldi, yetadi deydi oyiga. Dakansa shikoyat qilib yashashga hamma sharoit bor Amerikada. Lekin meni unaqa ko'zim qiymaydi u narsaga. O'sha gap, masalan, men bu yerda mazza qilib zo'r yashab yursam, lekin u yoqda masalan kimdir, qaysidir odam qaysidir kasallikdan pul topolmay o'layotgan bo'lsa, masalan,
sekin odam o'sha narsaga psixologически demoqchiman-da. Psixologически bo'lgan odam sekin fizически ham bo'ladida. Unaqa narsaga men yo'l qo'yib bersam, bu narsa menga tatimaydi-da. O'shaning uchun shunaqa pulimni xarajat qilamanki, чтобы har doim meni yonimda pul bo'lsin, kimdirimga nimadir bo'lib qolsa, men maksimal yordam qila olay o'sha narsani, cover qila olay deb mana shunaqa qilib ishlataman. U narsani ko'rib, kasalligini ko'rib turib, masalan, bu degani pul keldi, uni otish kerak degani emas, masalan. Saxiylikda ham hamma narsani yo chegarasi, yo adekvat fikrlashi bo'ladi-da. Masalan, kimdir kasal bo'lib qolgandir, lekin uyida ikki kishi yotardi ishlamasdan. Sog'lom ikkita erkak yotgandir balki masalan-da. 20 yoshdan katta. Unga uje pul berishda hojati yo'q-ku. Ko'rib turibsiz, ishlab topsa bo'ladi. Har xil holat, situatsiya bo'ladi-da. Masalan, necha yillar deb harakat qilib turgan odamga masalan ko'rasiz, aytaylik, ayoli kasal bo'lib qolgan, eri bir 10 yildan beri ishlaydi, yetkiz olmaydi, o'sha ketiga ulab. Unga yordam bersangiz bo'ladi. Lekin u degani masalan ikkita so'qimdek odam bilan uyda yotibdi, unga borib yordam berish kerak degani emasda. Bemalol любой odamga yo'q deyman men. U yaqin qarindoshimmi, uzoq qarindoshimmi, begonami, o'rtog'immi? Yo'q. Shunaqa. Bemalol ayta olaman. Aytganingizdek vaziyatga qarab ish qilasiz. Vaziyatga qarab shunaqa. Men bir qaysi davlatga bormay, birinchi 1 yilda pul jo'natmayman O'zbekistonga. Men o'ylayman, o'sha bolalar o'sha 1 yilcha pul jo'natmay, agar o'zi bu yoqda fundamentini yaxshi qilib olsa, yoki qanaqadir ishgami, bir biznesgami, nimadirga tikib, u pulni kattaroq keladigan joyini qilib bo'lgandan keyin, stabilroq joyini qilib bo'lgandan keyin jo'natish boshlasa, sal aqliroq ish bo'ladi deb o'ylayman. Bir xil bolalar bor, haligacha masalan oddiy ishlarni qilib yurib, tiyinigacha pulini jo'natadi. U belka в колесе bo'lib qoladi. U hech qachon undan chiqib keta olmaydi. Uylangandan keyin uje orqaga yo'l yo'q, uje biznes qilishga qiynaladi. Men o'zim uylanishga tayyorman deb o'ylayman. Chunki hozir o'zida to'g'ri, masalan, ayolingizni mas'uliyatini o'zingiz bo'yningizga olishingiz, farzandingiz xudo xolasa bo'lgandan keyin uni mas'uliyatini o'zingiz bo'yningizga olishingiz boshqa narsa. Lekin hozir o'zida o'sha kompaniyada 40 ta haydovchi bo'lsa, 40 ta haydovchini mas'uliyati bo'ynimda. 40 ta haydovchini eng kamida 3 ta oila a'zosi bo'lsa, ularni har bittasini mas'uliyati bo'ynimda. Ustaxonada ham nechta ishchi ishlatsak, hammani mas'uliyati meni bo'ynimda deb o'ylayman. Hozir men masalan chet eldaman, agar chet eldagi tengdoshlarim gapiradigan bo'lsak, hozir men chet eldaman, yana qachon unaqa yosh bo'ydoq bo'lib turib, qachon yana bunaqa pullarni topaman deb turib, u pullarni masalan uyga yo bir ko'chmas mulkmi, bir qanaqadir mashinalar olib O'zbekistonda yoki qanaqadir fond deydi-yu o'zimiz tilda. Shu fondlarga ishlatmasligini maslahat qilaman. Fond bilan odam hech qachon hech nimaga erishmagan. Kimnidir siz nima deydi, qanaqadir zo'r mashina haydaganingiz sizga hech qachon foyda olib kelmaydi. Yoki masalan zo'r brend kiyinganingiz sizga hech qachon kimnidir oldida siz yaxshi ko'ringaningiz sizga foyda olib kelmaydi. Kelajakda, yaqin kelajakda rejalarimni aytadigan bo'lsam, shu yilda 50 ta plus unit bilan tugatmoqchimiz kompaniyamizda. Ustaxonaga keladigan bo'lsak, qarzlarni nolga tushirmoqchimiz. Shuni harakatidamiz. Mana xudo xolasa 3 oy qoldi. Shunga qattiq kirishganmiz. Uzoq kelajakga keladigan bo'lsak, shu mana bu Illinoisda katta akalarimiz bizdan ancha avval yil oldin kelgan odamlar qurgan katta kompaniya xoldinglarga o'xshatib, shu o'zimizni hozirgi kichkina kompaniyamizni ham rivojlantirmoqchimiz. Shunchalik katta bo'laylikki, shu O'zbekistondan kelgan studentlarga ish beraylik. O'zbekistondan kelgan muhojirlarga, green kartadan yo boshqa yo'l bilan kelgan odamlarga ish bo'lishaylik. Vatanimizga ham ancha yonida turib bera oladigan odam bo'laylik deb shu Amerikada harakat qilib yuramiz. O'ylaymanki, uzoq kelajakda ham shu narsaga erishamiz deb o'ylaymiz.